Assalomu alaykum. Yaxshi usta onamizni bilganlar, taniganlar va tanimaganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Yaxshi usta onamizdan ko'rib turibsizlar akalar. Mashinamiz 97-yil bo'lishiga qaramasdan mashinamiz o'ta ideal holatda. Holatlarni aytib o'tamiz. Xo'p, old orqa buferlarimiz yangi, koreskiy bakovoylarimizgacha qo'yilgan mashinamizga. Old orqa faralarimizgacha yangi qo'yilgan. Saloniga keladigan bo'lsak, salonida xo'p, ashibkalarimiz o'ta ideal holatda yangi qo'yilgan. Torpedalarimizga keladigan bo'lsak, torpedalarimiz sepilgan holatda. Metafonimizga ko'zimiz tushadi. Metafonimiz Pioneer original metafonlarimiz. Kalonkalarimiz ham Pioneer original. Chexollariga keladigan bo'lsak, chexollari bo'lgan. Evakor polilarimizgacha qo'yilgan. Tayyor mashina. Barlarimiz qo'yilgan. O'ta ideal holatda mashinamiz. Mashinamizni o'tashiga keladigan bo'lsak, mashinamiz o'tashi. Xo'p, mana bismillah. Yarimta kalti akalar, yarimta kalit. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mashinamiz mana fasadkalarimizga keladigan bo'lsak, ko'rib olishingiz mumkin. Mashinamizning narxiga keladigan bo'lsak, mashinamizning narxini egalarimiz 1650 qo'yib beraverib, eng sunnatiga o'tib beramiz deyishyapti. Egalarimizga aloqaga chiqishlaring uchun 93lik 104 0201 bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin.